Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Topic 1ning ilk savoli, ya'ni 49-50 savollari bilan tanishib chiqamiz. Bu savolda ko'rib turganingizdek bitta matn berilgan va bu matnga asoslangan ikkita savol beryapti. Bunday savolni bajarish uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda savollarning shartiga qarashimiz kerak. Umumiy testimizning sharti esa quyidagini o'qib, savollarga javob bering degan shart bilan kelyapti. Xolos. Demak, biz asosiy fokusni 49-50 ning shartiga qaratishimiz kerak ekan. Demak, 49-savolda esa kyokga 들어갈 말로 가장 알맞은 곳을 고르십시오 deyapti. Ya'ni kyokka mos keladigan eng to'g'ri javobni toping. Kyok qayerda u? Demak, yuqorida matnga qaraydigan bo'lsak, mana qavsning ichida kyok degan, ya'ni biz biladigan kg harfimiz turibdi, to'g'rimi? Demak, aynan bu koreychada nomlanishi o'zi kyok bo'lgani uchun ham kyokga 들어갈 말로 deb o'qib ketdim. Demak, aynan bu qavsning ichiga mos keladigan bo'lakni topishimiz kerak. 50-savol esa 내용과 같은 것, ya'ni mazmuniga mosini topish kerak bo'lgan savol turi hisoblanadi. Xo'p, bunda ikkitalik savollarni qanday bajaramiz? Ikkitalik savollarni har doim neongdan boshlab bajarishingiz kerak bo'ladi. Neongni o'qib olasiz birinchi, undan keyin esa matnni o'qishni boshlaysiz. Okey, 49-savol qayerga ketdi? Uni qanday bajaramiz? Bu savol yo'l-yo'lakay bajariladigan savol. Nima uchun? O'zi bizni ko'zimiz yozuvlarni ko'rgan vaqtda osongina skaner qilish qobiliyatiga ega. Va biz bir qarashda biz bilamizki, mana bu yerda hammasi bir xil fe'l kelyapti va faqatgina grammatikalar keltirib o'tilgan. Demak, bundan xulosa qilamizki, bu yerda ya'ni 49-savol turi bu grammatik savol turlari hisoblanar ekan. Demak, buni yo'l-yo'lakay bajarsak ham bo'laveradi. Chunki grammatik savollar uchun matndagi o'sha berilgan qismning orqa oldini o'qib olishning hojati yo'q. Ya'ni o'sha gapni o'zi ham yetib ortadi. Shuning uchun ham yo'l-yo'lakay o'qib ketamiz. 50 esa neong va kattang'ot va neongli savollar esa har bitta detalga asoslangan bo'lgani uchun biz majburmiz neongni birinchi o'qib, keyin matnni o'qishga. Nimaga? Chunki matnni o'qish jarayonida agar boshqa savolga javob topilsa agar, bu juda ham zo'r, o'sha yerda to'xtatib keyingi savolga o'tib ketsa ham bo'ladi. Bu vaqtni ancha tejaydi. Agar o'rtada kelib chiqsa ham bu ham yaxshi, oxirida kelib chiqadigan bo'lsa ham hech qisi yo'q. Chunki siz boshidan xato kelgan informatsiyalarni variantdan chiqarib yuborishingiz orqali ham o'zi avtomatik to'g'ri javobni qoldirishingiz mumkin bo'ladi va o'sha to'g'ri javob deb olib ketishingiz mumkin. Chunki xatosi 100% isbotlangandan keyin albatta qolgan bitta variant 100% to'g'ri bo'ladi. Demak, biz 50-savolni bajarayotgan vaqtda, demak, nimalarga e'tibor qilamiz? Demak, so'roq almashlari bor, kim, nimani, qachon, qayerda, qanday qilib degan savollarga javob bo'ladigan so'roqlarni belgilab olishimiz kerak bo'lar ekan.